Hürmetlik Şah alileri. Sizlarning bu qatnam fursatni berganlarga rahmat. Bag'doddan kelgan donishmand savol so'rsin. Birinchi savol. Quyosh bizdan yiroqmi yoki Bag'dod yiroqmi? Albatta Quyosh. Nemishqa? Amsa Bag'dod yiroq. Nemishqa? Bilmadim. To'g'ri javob berdim. Chunki haqiqatan hech qanday odam uqmaydi. Alileri, Abbas samimiy odamga. Sizni mening yaqin do'stim tanishtirgan. Men sizni boj amaldori qildim. Bozorning boj ishlariga mas'ul bo'lasiz. Bir oltin medal bilan tortiqlayman. Xizmatingizga qulaylik bo'ladi. Alilerga hashqallah. Dada, qaytib kelibsiz-ku. Yangi kelgan amaldor boj yig'yapti. Yana boj yig'yatamda? Amdili topshirgan edik-ku. G'alladiki, tangilarning hammasini topshirdi ekanmiz. Nemishqa bundoq bo'ladi? Men sizlarni ko'proq maktab yo'la dedim. Nima degan jiq gap bu? Faqat bo'lmadi. Imom begim. Bu qitim yig'ayotgan yana nima bosh? Danishmandning qilayotgan ishini sen qanday bilalaysan? Siz danishmanmi? Amsa sizdan ta'lim olg'im bor. Bo'ladi, shakchik. Degina. Ko'kdagi quyosh bizdan yiroqmi yoki Bag'dod bizdan yiroqmi? Albatta quyosh yiroqda. Nemishqa? Chunki ba'zi odamlarning Bag'dodga borganligini anglagan, lekin quyoshga chiqqanini anglab baxmagan edim. Ikkinchi savol. Bag'dod bizga yaqinmi yoki quyosh bizga yaqinmi? Albatta quyosh yaqin bo'ladi-da. Shakchik. Bu gaping bir-biriga zid bo'lib qoldi. Anglab turing, ha? Qarang. Mening Bag'dodni yiroq deyishim, chunki bizdan bu yerda hamma odam quyoshni ko'ra oladi. Lekin hech qanday odam Bag'dodni ko'ra olmaydi. Aydi. Shunlashqa quyosh bizga yaqin. Imom begim, endi men sizdan so'rab baqay. Bugun mening ishim aldirash. Boshqa kuni deyishaylik. Aslida aldam chiqasan-da. Nasriddin, imomni mening do'stim tanishtirgan. Men nemishqa uningdan gumonlanganman. Shayim, bu amalni qo'llanib baqsizlar. Men kapolat beramanki, imomning atti bashirsi ichiladi. Agar sen xatolashgan bo'lsang, uyingdagilar 3 chasi ortiq paj to'laydi. Nima degan ko'p? Bo'ladi, shundoq bo'lsin. İmam begim keldi. Alileri. Alileri. İmam, dal vaqtida keldingiz. Bu yoq Nasriddin bo'ladi. İmom begim, men yana sizlardan bir savolni so'rab baqmoqchiman. Bo'ladi, degina. Oldi bilan tamoq yeyli, savolni birozdan keyin so'ra. İmom begimning tamoq yeyishimi nihoyatda salopatlik ekan, ha? Alilerning mezilik tamoqlariga ashqallar. Bag'dod elchisi keldi. Uni bu yak boshlab kiringlar. Jada xoldi, Bag'dod elchisi meni tonimaydi. Men yana tezroq qochay. Alileri, qo'zig'im tuyuqsizlar ag'rib ketyapti. Shunga men mang'ashtiray. Bo'ladi, bering. Rahmat. Shayib, qag'inini menga topshirsizlar. Kapolat bermanki, uni atti bashirsini ichiydi.
Malay. Yaqin kel. Darvaqa u qochmoqchi keldi. Qo'ng'ali. Sizlardan bilan bahslashmoqchiman, texi. Uxlab tushinglar. Men ketdim. Bu nima? Bu pichoqni kim tushirib qo'ygandi? Bu qorovulning maxsus ishlatilgan pichog'i. Chatoq bo'ldi. Biz oldinibdik. Endi qanday qilamiz? Men o'ylab boqay. Topdim. Chatoq. Shuncha tezda qo'lab kelgandim. Emasga. Qo'rqib o'lay dedim. Endi u qachanmaydi. Uni qashirtmaylik, qo'lama. Herif öyle dedim. Sen bana ayak şöyle nime kılasan? Begim, buncha kechda nima qilyaptilar? Danışmenden nime kılış bile karınla bulmuşsun. Undaqda men sizlardan bir necha savol so'rab boqaymi? Şömtek, nere öt? Yana ko'ranglayapti ne? Tutinglar. Qaysan bana çekilalaydı sen kını. Karışa bu nime? Sizler ne açacaklar men tutmak mı? Mümkün emas. Nasirdan, dal vaqtida kelgandim-a? Malay, yaramaz ablah. Sen nime deb kelding? Nima ketdi bu? Sen beni de şimdi çıkıp gittin ama. Hürmetli Bag'dod shohi. Danishman imomni muqaddas davlatlarda vazirlikning ustiga ilishib tunishtirman. Sulton oliylari mening pochirkamni ishga chiqib berdi ama. Alileri, geçirgeler ben günahımı tanıdım. Beni geçirgeler. Paskash, uni ep ketinglar. Xo'p, oliylar. Alileri, bana rayim kıgayla. Alileri. Mana. shoyim, undaqda haloyiqdan yig'ilgan bajni bu qatim bekor Bu qilgandilar. qatim ta'lim keldi. Jazm qilmanki, kelar qatim undoq bo'lmaydi. Ta'lim berganlarga hashqallah.